Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz $30 ishlash va Trumpik saytiga ajoyib taktika haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda hamma bilgan Trumpik sayti, bu sayt orqali biz sarmoyasiz pul ishlab borishimiz mumkin. Bugungi video davomida sizlarga yana bitta pul ishlab bo'ladigan taktikani ko'rsatib beraman, ham pul ham levelinglarni oshirib borsanglar bo'ladi. Demak, saytga kirsak, xuddi shunaqa glavniy oynasi ochiladi. Pastroqqa o'chib sayt haqida ma'lumotlar olishinglar mumkin. Bu yerda statistikasini chiqarib qo'ygan. Demak, saytdan pul ishlash uchun registratsiyadan o'tish kerak. Uning uchun o'ng taraf tepa burchagidagi 3 ta chiziqchani bosib, bu yerdan sign up tugmasini ustiga bir marta bossangiz registratsiya oynasi ochiladi. Registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga username, ikkinchi qatorga email, 3 va 4-chi qatorga parolni yozib, 5-chi qatorga temasdan pastdan kapchadan o'tib, sign up tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Hozirlarga sayt haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Demak, bu yerda Howley Faucet va Bonus Faucet bo'limlari turibdi. Bonus Faucet bo'limi orqali biz games o'yinlarini o'ynaganimiz uchun va saytdan yangi registratsiyadan o'tib, Gmail pochtamizni tasdiqlab qo'yganimiz uchun bu yerdan free spinlar olishimiz mumkin. Ya'ni bu bo'limda biz tushgan songa qarab bu yerda Tron kriptovalyutasini yutib olishimiz mumkin. Agar 10,000 soni tushsa, bizning balansimizga 150 Tron valyutasini o'tkazib beradi. Hozirda bitta Tron valyutasi 3,000 so'mdan sal balandroq, dollarga o'girsa 29-28 sentlar atrofida ketyapti. Demak, Howley Faucet bo'limi orqali sizlar har soatda kirib levelinglarga qarab Tron kriptovalyutasini ishlab borishinglar mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, men gold leveldaman. Bu leveldan har soatda kirib 0.25 Tron kriptovalyutasidan ishlab borishim mumkin. Buning uchun pastdan kapchadan o'tishimiz kerak. Undan keyin uni pastida claim tugmasi turibdi. Shu tugmani bossak, bizning balansimizga success deb 0.25 Tron pulimizni o'tkazib berdi. Xuddi shu tariqa endi ronli 1 soatdan keyin kirib sizlar sarmoyasiz pul ishlashinglar mumkin. Demak, qancha levelinglar baland bo'lsa, shuncha ko'p sizlar Tron ishlashinglar mumkin. Level oshirishni ham video davomida ko'rsatib beraman. Demak, hozir gold leveldaman. Keyingi platinum levelga o'tishim uchun men saytda 500,000 Tron оборот qilishim kerak ekan. Ko'rib turganingizdek, почти 70,000 Tron men уже bu saytdan оборот qilganman. Оборот qanaqa hisoblanadi? Buning uchun mana shu 3 ta chiziqqa bosamiz, menu bo'limi ochiladi. Bu yerda games bo'limi bor. Xuddi shu bo'limdan biz ham оборот qilib levelimizni oshirishimiz mumkin, ham balansimizga pul ishlab borishimiz mumkin. Demak, games o'yinlarida biz yutsak ham, yutqizsak ham оборот bizga qo'shilib borilaveradi. Demak, o'tgan o'yinda sizlarga mana bu rulet o'yiniga taktika qilib ko'rsatgandim. Ya'ni qanaqa o'zim o'ynayman shuni ko'rsatib o'tgandim. Hozir kelinglar yana sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, biz birinchi bo'lib statistikani ko'rib olishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, qoraga qo'ygandek qizil chiqib keldi. 3 ta 4 ta o'yin o'ynaymiz. Ya'ni bizga qizil chiqib keldi. Kelinglar. Endi biz ikkitadan keyin bir trondan sekin qoraga dagon qilib ketishimiz mumkin. Chunki hozir уже bizga qora berib qolishi mumkin. Yana bizga qizil chiqdi. O'tgan o'yinda ham bizning dagonimiz 4 dan 5 ta o'yinga cho'zilganda 2 ta bo'ldi. Ya'ni 2 tron tikdik va yana qizil chiqdi. Endi biz 4 tron tikishimiz kerak. Demak, xuddi shu tariqa o'zingizlar taktika qilib o'ynasanglar bo'ladi. Mana yana bizga qizil chiqdi. Endi biz 8 tron qo'yishimiz kerak. Mana biz 8 tron qo'ydik. Tepadan ko'rishimiz mumkin. Yana spin tugmasini bossak, bizga qora chiqib keldi. Biz общий 8 ton 16 ton yutib oldik. Balansimizda уже 99 tron bo'ldi. Xuddi shu tariqa o'ynasanglar bo'ladi. Xohlasanglar bu yerdan bunaqasiga 1 dan 12 gacha, 13 dan 24 gacha mana shu 3 ta oralig'iga ham tiksanglar bo'ladi. Bu 3 kaysen bo'ladi. Xohlasanglar uzunasiga ham tikishinglar mumkin. Ya'ni 32 hozirda o'rtada ekan, 20 bizada ko'rib turganingizdek u ham o'rtada 3 bo'lsa bu yerda kelinglar. Hozir biz sizlar bilan bir tronda mana bu qatorga tikamiz. Spin tugmasini bosamiz. Shunga ham dagon qilishinglar mumkin. Demak, 23 chiqdi. Biz yutqizdik. Yana bir marta qo'yamiz. Ya'ni dagon qilib ketsanglar bo'ladi. 26 chiqdi. Bizga emas, bizga 22, 25 shunaqa sonlar chiqish kerak. Hozir 2 tron tikkandik. Endi 4 tron tikamiz. Bizga 35 chiqdi. Bu ham bizniki emas, bu ham o'rtaga. Demak, 4 tron tikkandik. Endi yana 4 tron tikishimiz kerak. Spin tugmasini bosamiz, bizga 13 chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek, bizning balansimizda уже 108 ton bo'ldi. Bizga 3 kaysen ushadik. O'shaning uchun hozir 8 ton tikkan bo'lsak, общий 24 ton yutdik. 16 tron bizning foydamizga bo'ldi. 99 tron bor edi balansimda, 108 bo'ldi. Xuddi shu tariqa sizlar bundan ham foyda qilishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek 3 ta qora chiqdi. Endi bu yog'iga kelinglar, qizilga yana bitta yutuq ushab boshqa o'yin, ya'ni Dice o'yiniga sizlarga taktika qilib ko'rsataman. Demak, 4 ta qora bo'ldi. Endi biz yana dagon qilamiz, 2 tron qo'yamiz va
Hozir bizga уже qizil chiqib keldi. Yana 1 tron biz foyda qildik. Endi kelinglar sizlarga games, ya'ni dice bo'limiga taktika ko'rsataman. Buning uchun dice ustiga bir marta bosamiz. Bu yerdan summani faqat kichkinaroq qo'yinglar. Chunki dagonimiz bizani 4 ta uzog'i 5 tagacha cho'zilib ketishi mumkin. Kelinglar biz bu yerdan 0.3 tron qo'yamiz. Bunisini avtoga qo'yishimiz kerak va mana bu foizini 78.23 qilamiz. 78.23 qo'yamiz. Bu yerdan yopamiz. Shunda pastda ikkita narsa turibdi. 10 win, 10 loss. Biz 10 lossni pastdagiga o'tkazib qo'yamiz va bu yerdan 419 qo'ysak ham bo'ladi. Xohlasanglar o'zingizlar ham qo'yishinglar mumkin. Kelinglar biz 423 qo'yamiz. Ya'ni har bitta yutqizganimizda balansimizni 423% ga oshirib ketadi. Endi avto dice tugmasini ustiga bir marta bossak, ko'rib turganingizdek, sal mana shunaqa sirazi dagon uzog'i o'zim o'ynaganimda 4 tagacha cho'zilgan. O'shaning uchun 4 ta 5 tagacha sizlar dagonni o'zingizlar hisoblab olishinglar kerak. Xuddi shu tariqa avtomatik o'zi o'ynab ketadi. Pastdan ko'rishinglar mumkin. 25 ta o'yin o'ynadi va bizning profitimiz pashti 0.2 tronni tashkil qiladi. Demak, tepada o'zingizlar ko'rib borishinglar mumkin. 2 ta orada 3 ta 4 tagacha ham cho'zilib ketishi mumkin bizning dagonimiz. Ya'ni har bitta yutgandan biz 124 koeffitsient olamiz. Misol uchun 1 tron qo'yganimizda 124 tron yutib olishimiz mumkin edi. Xuddi shu tariqa o'ynasanglar bo'ladi. Bu avto bo'ladi. Kichkina balansinglar bo'lsa, kichkinaroq summadan xuddi shunaqa qilib оборот qilishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, hozir bizning balansimiz sekin-sekin ko'payyapti. Bu o'zi avtomatik ishlaydi. 79-80 ta o'yin o'ynadi va ko'rishinglar mumkin, bizga уже yarim ton foyda berdi. Sekin-sekin mana shunday ko'tarilib ketaveradi. Balansinglarga qarab, xohlasanglar kattaroq, xohlasanglar kichkinaroq summa qo'yishinglar mumkin. Faqat azartga berilib ketmanglar. Agar ketma-ket ko'p yutqizib berayotgan bo'lsa, sekin уже stop qilib chiqib ketishinglarni ham tavsiya etaman. Hozir yana ozgina o'ynab, balansimiz 110 tron bo'lgandan keyin biz videoni stop qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek balansimiz 110 tron bo'ldi. Orada bir marta dagon 4 martaga ham 5 martaga cho'zilib ketdi. Videoni stop qilib ko'rib olishinglar mumkin. Ya'ni dagonimiz 22 tronga cho'zilib ketdi. Kelinglar bu yerda stop tugmasini bosamiz va ko'rishinglar mumkin. Bizning balansimizda 110-13 tron bo'ldi. Pastroqcha profitni ko'rishinglar mumkin. 172 ta o'yin o'ynagan va biz 1 tron foyda qildik. Xuddi shu tariqa avtomatik qo'yib o'ynasanglar ham bo'ladi. Aytib o'tgandek dagonga ham pulinglarni asrab qo'yinglar. Uzog'i 4 ta 5 tagacha dagon bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni nega kichkinaroq summa qo'yinglar deyapman. Agar 1 trondan qo'ysanglar, keyingi ikkinchi dagonga sizlar 5 tron qo'yishinglar kerak. Ya'ni 423% ga oshiryapti bu. 1 tronga yana 423% qo'shadi va 3-dagonda sizlar 25 pashti 30 trongacha pullar qo'yishinglar kerak bo'ladi. O'shaning uchun kichkinaroq summadan boshlasanglar, shunaqa foyda qilishinglar mumkin. Mana bu yerdan videoni pauzaga qo'yib nastroykalarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Aytib o'tgandek, win change 7823 ga qo'yasizlar, 10 winga tegmaysizlar, 10 lossni ptichkasini pastga o'tkazib qo'yib, bu yerdan 423 yoki 300 ham qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlarning balansingizga qarab qo'yishinglar mumkin. Xuddi shu tariqa farm qilib ham level ham daromad ishlab borishinglar mumkin. Kelinglar, hozir biz yana bitta ikkita manba limbo o'yinini o'ynab, komissiyaga pullarni qo'yganimizdan keyin ronni 110 tron yechib olamiz. Demak, hozir biz bu yerdan 1 tron qo'ysak bo'ladi, ya'ni 0.1 tron qo'yib dagon qilib ketishimiz mumkin. Bu yerdan bet tugmasini bosamiz, bu ham bitta yutqizib berib qolsa, ketma-ket ko'p yutqizib berib qoladi. Demak, ko'rib turganingizdek, siraz biz yutdik va balansimizda 40 tron bo'ldi. Bu yerda 82 koeffitsient bo'ldi va ko'rishinglar mumkin 110.83 bo'ldi. Xuddi shu tariqa qolgan games o'yinlarini ham o'ynashinglar mumkin. Mana bu Sigbo o'yini ham zo'r. Bu yerda uncha ko'p emas, ozgina foydaga chiqib olishinglar mumkin. Demak, bu yerda 0.1 tron qo'yasizlar va big va small ga qo'yishinglar mumkin. Qaysi tarafga ko'proq ketma-ket bersa, keyin boshqa tarafga ko'proq dagon qilishinglar mumkin. Demak, hozir bizga chiqib berdi va small chiqdi. Yana bir marta bossak, ko'rib turganingizdek bitta katta, bitta kichkina beryapti. Bu yerda xohlasanglar aniq sonlagan tiksanglar bo'ladi. 609 koeffitsiyentdan boshlab 207 koeffitsiyentgacha ushashinglar mumkin. Demak, mana bizga ikkita ketma-ket small berdi. Endi bizga kelinglar 1 trondan qo'yib bigga dagon qilib ko'ramiz. Hozir bizga chiqib berish kerak. Mana bittada chiqib berdi. Balansimizda 111 troni 55 bo'ldi. Va ko'rishinglar mumkin, games bo'limida o'yinlar o'ynaganimiz uchun bizani bonus faucet bo'limiga ham 5 ta free spin berdi. Aytib o'tgandek, roll tugmasini bosib, tushgan songa qarab Tron kriptovalyutasini ishlashinglar mumkin. Endi bu saytdan qanaqa qilib pulni yechamiz desanglar, buning uchun withdraw bo'limiga o'tamiz. Bu yerda pastga tushib ko'rsanglar, 5 kun oldin men bu saytdan $15 yechib, skrinshotlarini Telegram kanalimga tashlab o'tgandim. Demak, bu saytdan men har 5 kunda $15 dan $30 gacha pulni yechib o'taman. Buni bu yerda istoriyasini ham ko'rib borsanglar bo'ladi. 5 kun, 10 kun, 15, 20, 25, 1 oy hammasida mana 30, 26, 24, 26 bitta bundan oldingi safar kamroq $15 bo'lib qolgan.
Demak, sayt ishonchli, pullarni 100% to'lab beradi. Bemalol kirib sizlar ham ishlashinglar mumkin. Minimalniy pul yechish bu yerda 15 trondan boshlanadi. Demak, pul yechish uchun biz birinchi qatorga tron adresimizni yozib qoldiramiz. Hozir bundan oldingi tron adresimizni kopirlatib qolib, mana birinchi qatorga yozishimiz kerak. Yozganimizdan keyin pastdan summani yozamiz. Max tugmasini bossak hamma summani o'tkazib beradi. Bu yerda nuqtadan keyin oxirgi ikkitasini qoldiramiz. Komissiyasi любой summaga 0,2 tronni tashkil qiladi. Bu вообще kopeyka summa degani. Demak, pastdan captchadan o'tamiz. Wizdraf tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga success degan yozuv chiqaradi va biz yechgan pullar обработкаga ketadi. Pastroqqa tushib ko'rishinglar mumkin. 3 sekund oldin biz zaявка qoldirgandik. Statusi pending holatida sayt 1 soatga qolmasdan pullarni 100% to'lab beradi. O'tgan safargi videomizda, ya'ni 5 kun oldingi videomizda 2 daqiqaning ichida to'lab bergandi. Demak, hozir ham mana kutib turamiz. 2-3 daqiqa tushdi. Ko'rib turganinglardek 111 tronimiz hozirda 31 dollar 93 sent bo'ladi. Ya'ni hozirda tron narxi tushganligi uchun. Bundan oldingi videolarimizda tron narxi 30 sent, 32 sent edi. Unda yaxshigina summa bo'lardi. Demak, adashmasam bu safar ham sayt bizga pullarni tez to'lab beradi. Ko'rib turganinglardek soatimiz 7-noyabr 10:11. Hozir boshqa bo'limlarni ko'rsatguncha bizga pullar tushib kelish kerak. Demak, bu yerdan bosamiz. Xolasanglar depozit bo'limi bor. Agar depozit kiritib sizlar games bo'limida kattaroq оборот qilib, kattaroq pul ishlamoqchi bo'lsanglar, ya'ni qanaqadir taktikalar bo'lsa, tron valyutasida depozit kiritib, оборот qilib ham plyus daromad ishlashinglar mumkin. Buning uchun bergan tron adresiga pullarni o'tkazishinglar kerak. Undan keyin 5-10 daqiqaning ichida sizlarning profilingizga tron valyutalar kelib tushadi. Pastda mana pul kiritgan sarmoyamni ko'rishinglar mumkin. 3 yil oldin 46 va 6 dollar saytga sarmoya kiritganman. O'shandan keyin hali sarmoya kiritmaganman. Prosta o'zim bonuslarni olib, sayt games bo'limidan оборот qilib pullarni oshirib boraman. Demak, ko'rib turganinglardek mana bu yerda уже bizga tepada уведомление keldi. Обработка в течение 2 minut degan. Ya'ni tepaga tushsa mana ko'rishinglar mumkin. Уже bizga pullar keldi. Soat 10:11 da 12 ga o'tishi bilan mana 111.36 tron bizning balansimizga kelib tushyapti. Ya'ni hozir подтверждение обработкада yana 2 minutdan keyin bizga зачисление bo'ladi. Sayt aytib o'tgandek ishonchli, mana ko'rishinglar mumkin. Bu safar ham bizga 1 minutda pullarni tushirib berdi. Screenshotlarini Telegram kanalimga va ekranga ham chiqarib qo'yaman. Sayt ishonchli va pullarni 100% to'lab beradi. Qolgan bo'limlari ham bor. Contest bo'limi orqali sizlar saytda ko'proq оборот qilsanglar va aktiv bo'lib borsanglar, sizlar konkursda ishtirok etib, yutgan odam 22,000 trongacha yutib olishi mumkin. Bu 4,000-5,000 dollar atrofida bo'ladi. Buning uchun saytda yaxshigina sizlar mehnat qilishinglar kerak. Surveys bo'limi orqali yana sarmoyasiz qolgan предложение skachat qilish va qo'shimcha sizlar zadaniya topshiriqlar olib pul ishlashinglar mumkin. Bu yerda ko'rib turganinglardek, Surveysdan o'tganingiz uchun 44 sent bonus olishinglar mumkin. Xuddi shu tariqa ishlasanglar bo'ladi. Hozir Wizdraf bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Уже statusi completed holatida 3 minut oldin zaявка qoldirganman. Sayt aytib o'tgandek mana уведомление ham bergan. 111 tron yechildi, blockchain deb qo'ygan. Sayt bizga pullarni to'lab berdi. Mana уже 1 daqiqadan keyin bizga зачисление bo'ladi. Sayt ishonchli. Bu yerda mana разрешить tugmasini ustiga bir marta bosib qo'yamiz, bo'ldi. Pullar endi bizga 100% kelib tushadi. Falsut bo'limiga o'tamiz. Sayt absolyutni sarmoyasiz ishlasanglar ham bo'ladi. Agar ko'proq pul ishlayman desanglar, sarmoya kiritib games bo'limidan o'yinlar o'ynab ham оборот qilib qo'shimcha daromad olishinglar mumkin. Bu saytda original silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini screenshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol o'tib, sizlar ham bu saytdan sarmoyasiz pullar ishlashinglar mumkin. Demak, agar shunaqa videolar va mashq saytlarga har xil taktikalar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tez-tez va ko'p-ko'p shunaqa video obzorlar qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.